Avstraliya Uyg'ur jamiyati, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Avstraliyadagi vakillari va Sidneydagi Uyg'urlar 9-oyning 20-kuni Avstraliya parlamentidagi 9 nafar parlament a'zosi bilan yig'in o'tkazdi. Ular parlament a'zolariga Uyg'urlarning navbatdagi ig'ir vaziyati to'g'risida ma'lumot bergan va talab xati sungan. Avstraliyadagi bu faoliyatga qatnashgan Uyg'urlarning aytishicha, buningdan keyin ba'zi siyosiy partiyalar va parlament a'zolarining Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida qaror loyihasi sunish ehtimoli bor ekan. Hozirgacha Amerika, Kanada va bir qism g'arb davlatlarining parlamentlari Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb qabul qildi. Türkiye'de faoliyat elib berayotgan Sharq Turkiston jamiyatining o'rinlashtirishi bilan 25-sentabr yakshanba kuni İstanbulda "Şanlıq tariximiz, echinishlik realligimiz va chiqish yo'limiz" nomli suhbat yig'ini o'rinlashtirildi. Yig'inga har soatdan ko'plagan kishi qatnashgan bo'lib, Yaponiya Kagoshima Xalqaro universiteti o'qituvchisi doktor Hoji Qutluqodiri, Uyg'ur akademiyasi vaqti raisi Farhad Qurbon Tangirtog'li, Uyg'ur diniy ulamo va faoliyatchilardan Habibullah Ko'sani va Mahmudjon Damullam qatorliqlar so'z qildi. Ular so'zlarda Sharq Turkiston va Uyg'urlarning shonliq tarixi va bugungi Xitoy ishg'oli ostidagi echinishlik realligimizga nazar selish bilan birga bu zulm va irqiy qirg'inchilikdan qutulish yo'llari haqida fikr va tavsiyalarni o'tirg'a qo'ydi. Fransiya Xalqaro radiosining xabar qilishicha, Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida taklif berib, Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan muomalalarini yaxshilashga tavsiya qilgan. Ammo Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkiston vaziyati to'g'risidagi dokladini xato uchurdan boshqa narsa emas. Doklad Xitoyni bostirishni xohlaydigan bir qism g'arb davlatlarining siyosiy quroli deb bildirilgan. Germaniya televiziya kanali bu maxsus xabar ishlagan bo'lib, Sharq Turkistonning asosliq aholilarining Uyg'ur ekanligi, ammo Xitoyning turli siyosatining nopis qurilmasini kun sari Xitoylarga foydali qilib o'zgartganligi, Uyg'urlar va ularning madaniyatining uzundan buyon sistemlik bostirilayotganligi tonishtirilib o'tilgan. Xitoyning Aljeriyada turishliq bosh elchixonasining yozma bayonotida aytilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 77-qitimliq umumiy majlis yig'ini jarayonida Nyu-Yorkka kelgan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Aljeriya Tashqi ishlar ministri Ramita Lamamra bilan ko'rishgan. Wang Yi ko'rishda Xitoy tarafining Aljeriyaning kesak oltin davlatlariga qatnashishni qarshi oladiganligini aytgan. Wang yana Aljeriyaning Arab ittifoqining navbatdagi raisligini va bu davlatda o'tkaziladigan Arab ittifoqi boshliqlar yig'inining g'albisini qo'llaydiganligini bildirgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Amerika ta'minlagan yer yuzidan havoga qo'yib beradigan boshqariladigan bomba sistemasi Masamesning Ukrainaga yetib kelganligini bildirdi. Zelenskiy CBS xabarida Margaret Berenning ziyoratini qabul qilib, Ukraina Rossiya urushidagi eng yangi o'zgarishlar haqida ma'lumot berdi.